Tasavvur qiling, samolyotda Los-Anjelesdan Nyu-Yorkka uchmoqdasiz. Agar uchuvchi samolyotni burni attiga 3,5 daraja janubga bursa, siz Nyu-Yorkka emas, butunlay boshqa shtatga, Vashingtonga borib qolasiz. Hayotda ham xuddi shunday. Kichik bir qaroringiz vaqt o'tishi bilan hayotingizni butunlay boshqa manzilga olib boradi. Bugun biz James Clearning Atom odatlari kitobini tahlil qilamiz. Nega katta o'zgarishlar emas, balki atom kabi kichik odatlar bizni muvaffaqiyatga yetaklaydi? Agar siz har kuni o'z sohangiz yoki shaxsiyatingizga attiga 1% ga yaxshilasangiz, atigi 1%. Bu deyarli sezilarli o'zgarish, lekin murakkab foizlar qonuni ishga tushsa, natija sizni hayratga qoldiradi. Agar siz 1 yil davomida har kuni 1% yaxshilansangiz, yil yakunida siz hozirgi holatingizdan 37 baravar yaxshiroq, kuchliroq va bilimliroq bo'lasiz. Aksincha, agar har kuni 1% yomonlashsangiz, 1 yildan keyin natijangiz deyarli nolga tushadi. Nima uchun biz boshlagan ishlarimizni ko'pini tashlab ketamiz? Sababi oddiy. Biz natijani darhol ko'rmasak, miyamiz bu foydasiz degan xulosaga keladi. Biz chiziqli dunyoda yashashni xohlaymiz. 1 soat kitob o'qidimmi? 1 soatlik bilim olishim kerak. 1 hafta zalga bordimmi? 1 haftalik natijani ko'zguda ko'rishim kerak. Lekin hayot matematika darsi emas. Hayotda o'zgarishlar boshqacha ishlaydi. Keling, fizikani bir mo'jizasini misol keltiramiz. Tasavvur qiling, xonada bir bo'lak muz turibdi. Harorat -10 daraja. Siz uni eritmoqchisiz va xonani isita boshladingiz. -9, -8, -5 daraja. Hali ham muz o'zgarmadi. -2, -1 daraja. Xona ancha isidi. Siz energiya sarfladingiz, vaqt sarfladingiz, lekin muz hali ham toshdek qattiq. Mana shu nuqtada 90% insonlar bo'ldi yetar, baribir erimas ekan, deb to'xtashadi. Bu ish foydasiz deb hisoblashadi. Lekin ular bir narsani tushunmaydilarki, aslida -10 dan -1 darajagacha bo'lgan barcha harakatlaringiz zoye ketmagan edi. Ular muzning ichida yashirin energiya bo'lib to'planayotgan edi. James Clear buni yashirin imkoniyatlar platosi deb ataydi. Bu xuddi bambuk daraxtiga o'xshaydi. U 5 yil davomida yerni ostida ildiz otadi. Tashqaridan esa hech narsa ko'rinmaydi. Lekin 5 yildan so'ng bor yo'g'i 6 hafta ichida u 25 metrga o'sadi. Balkim siz aynan hozir o'sha ildiz otish bosqichidasiz. Siz hozir umidsizlik vodiysida bo'lishingiz mumkin. Bu sizning mehnatingiz va kutgan natijangiz o'rtasidagi bo'shliq. Bu vodiydan faqat sizni boshqa narsa qutqarib qoladi. Tizimga ishonish, natijaga emas, jarayonga e'tibor berish. Agar siz har kuni 1% ga yaxshilanayotgan bo'lsangiz, muz erishi aniq. Siz shunchaki hali 0 darajaga yetib kelmadingiz. Sizning vazifangiz o'sha oxirgi 1 darajani zabt etish va kutilmagan lahza keladi. Harorat 0 dan 1 ga o'tadi. Muz eriy boshlaydi. Atrofingizdagilar hayratda, qanday qilib bu natijaga erishding? Qanday qilib birdaniga o'zgarib ketding deyishadi. Siz esa jilmayib qo'yasiz, chunki siz bilasizki, bu birdaniga sodir bo'lmadi. Ko'pchilik men 10 kilogramm ozmoqchiman deydi. Bu natija, bu vaqtinchalik. Natijaga erishgach, eski odatingizga qaytasiz. Aslida to'g'ri yondashuv bunday. O'zingiz savol bering. Men qanday inson bo'lishni xohlayman? Kitob o'qish maqsad emas, kitobxon bo'lish maqsad. Sport bilan shug'ullanish emas, sportchi bo'lish maqsad. Har bir harakat bu siz bo'lmoqchi bo'lgan shaxs uchun berilgan bitta ovozdir. Bugun 5 daqiqa kitob o'qidingizmi? Siz kitobxon shaxsiga bitta ovoz berdingiz. Shaxsiyatingiz o'zgarsa, odatlaringiz o'z-o'zidan o'zgaradi. Ko'pchiligimiz menda iroda yetishmayapti, motivatsiyam yo'q deb o'zimizni ayblaymiz. Lekin aslida muammo sizning irodangiz emas. Muammo nima qilishingizni aniq bilmasligingizda. Men ko'proq kitob o'qiyman yoki men bugundan sog'lom yashayman degan gaplar bu shunchaki orzular. Ular miya uchun buyruq emas, shunchaki havoga aytilgan gaplardir. Miya aniq yo'riqnomani yaxshi ko'radi. Agar sizda qachon va qayerda harakat qilish bo'yicha aniq reja bo'lmasa, siz doim qulay vaqtni kutib yurasiz. O'sha qulay vaqt esa hech qachon kelmaydi. James Clear bizga oddiy lekin hayotni o'zgartiradigan formula beradi. Bu amalga oshirish niyati. Implementation intention deb ataladi. Bu yerda siz o'z orzuyingizni matematik tenglamaga aylantirasiz. Formula quyidagicha: men ma'lum bir vaqtda, joyda harakatni bajaraman. Keling solishtiramiz. Orzu: men sport bilan shug'ullanaman. Formulada esa men kechki soat 16:00 da uyimning yashash xonasida 20 marta anjumaniya qilaman. Ko'ryapsizmi? Ikkinchi holatda miyangizga savol qolmaydi. Joy tayyor, vaqt aniq, harakat belgilangan. Siz endi bugun qilsammikin deb o'ylanmaysiz. Qaror allaqachon qabul qilingan. Lekin formulani yanada kuchliroq qilish mumkin. Bizning hayotimiz allaqachon o'nlab mustahkam odatlardan iborat. Tish yuvish, kofe ichish yoki kiyinish. Biz bu eski odatlarning quvvatidan foydalanishimiz mumkin. Buni odatlar zanjiri deb ataymiz. Yangi formula shunday:
Hozirgi odatdan keyin men yangi odatni bajaraman. Tasavvur qiling, ertalab kofe ichib bo'lishim bilan 10 daqiqa kitob o'qiyman. Ish kiyimlarimni yechishim bilan darhol sport kiyimlarimni kiyaman. Bu usul bilan siz yangi odatni mavjud zanjirning bir halqasiga aylantirasiz. Sizga motivatsiya kerak emas, chunki kofe ichish siz uchun tabiiy holat. Unga aylanib ketadigan keyingi harakat ham endi tabiiy tuyula boshlaydi. Bu nega bunchalik samarali? Chunki siz miyangizga qaror qabul qilish charchog'idan, decision fatigue dan qutqarasiz. Biz kun davomida minglab qarorlar qabul qilamiz va kechga borib irodamiz charchaydi. Odatlar zanjiri esa qarorni avtomatlashtiradi. Atrof muhitingizda sizga nima qilishni eslatuvchi triggerlar paydo bo'ladi. Kofe hidi bu siz uchun 10 daqiqa kitob o'qish vaqti kelganligini bildiruvchi signalga aylanadi. Siz o'zingizni majburlamaysiz. Shunchaki zanjir bo'ylab harakatlanasiz. Bugunoq o'z zanjiringizni yarating. Hozir qilayotgan eng oddiy ishingizni oling va unga 2 daqiqalik yangi odatni qo'shing. Esingizda bo'lsin, aniqlik bu muvaffaqiyatning yarmi. Noaniq va'dalarni aniq formulalarga almashtiring. Xo'sh, sizning birinchi zanjiringiz qanday bo'ladi? Iltimos, izohlarda yozib qoldiring. Birgalikda varaqlab yangi odatlar zanjirini quramiz.